Baxtiyor Muhammadamin Abdurahim o'g'li. Sirdoshim qizim Eshit. G'irrom biznes. Biznes, ya'ni pul topishning qanday turi bo'lsa ham, tadbirkor kishi, biznesmen halol pul topsa, o'zining halovati uchun yaxshiroq ekanligi ko'p joylarda aytilgan. Ammo biz bu gapning boshqa tomonlarini aytmoqchimiz. Ko'pgina katta-kichik do'konlarning, oshxona va restoranlarning peshtoqlaridagi reklamaviy lavhalarda ba'zi bir korxonalarning biror bir mahsulot ishlab chiqaruvchilarining gazeta, jurnal yoki ko'chalardagi katta afishalarga bergan reklamalarida odamning g'ashini keltiradigan bir narsani ko'rish mumkin. Ular go'yo ishlari yurishib, fayz baraka, juda katta miqdorda oqib kelishini ta'minlaydigan narsa. Yarim yalang'och ayollarning suratlari deb tushunishadi shekilli. Uyalmasdan behayo ayollarning avratlari ochilib turgan rasmlarini ilib yoki chiqarib qo'yishadi. Chunki hech kim ularga buni cheklamaydi va bu narsani ular ayni tadbirkorlikdan deb bilishadi. 2-3 yil oldin bir tanishim menga o'zining biznes rejasini aytib qoldi. Katta ko'chaning yuzidagi 4 qavatli uyning birinchi qavatida bir xonali uyim bor. O'sha uyni yaxshilab ta'mirdan chiqarib, bir sartaroshxona ochmoqchiman. Mini yubka kiygan qizlarning rasmlaridan 3-4 ta yaxshirog'ini devorga yopishtirib qo'ysam, tez kunda klientlar ko'payib qoladi. Hayron qolasan kishi. Nahotki xalqimiz shunday darajaga kelib qoldi. Nahotki muvaffaqiyatning kaliti shu narsaga bog'liq bo'lsa. Odamlar xaridorlar ham shu rasmlarni deb kelishmasa kerak axir. Yo'q, deymiz. Xalqimiz bu holga kelib qolmagandir. Ma'naviyatida salgina bo'shliq paydo bo'lgan kishilar shunday qilishsa kerak-da. Oqila qizim. O'shanday behayo rasmlarga tushadigan qizlar yoki ayollar ham avval senga o'xshagan bokira, iffatli, hayoli bo'lganlar. Ular bilibmi, bilmaymi adashib qolishgach, shunaqa yo'lga kirib qolishgan. Bir ketgan hayo qaytib kelmasligi haqida suhbatlashdik-ku. Ularning holiga kulmagin, balki niyatingni yaxshi qilib, Xudodan sharmanda qilmasligini so'rab yurgin va to'g'ri yo'lda bo'lishlikka doimo harakat qilgin. Salgina adashsang, tezda o'zingni o'nglab olishning ilojini qil. Pastga qarab ketgan chiroyli zinapoya haqidagi gap esingdami? O'shanday chuqurga asta ketib qolish osongina, lekin orqaga qaytish. Senga yaxshilik tilovchi xayrixoh do'stingman. Mendan hech qachon yomonlik yoki xafa qiladigan gaplarni kutma. Shuningdek, mendan sira xafa bo'lma.